Hammaga assalomu alaykum. Kechagi damasimiz. Короче, tarpetga almashadigan bo'ldim. Tarpetkasi arzon turadi. Adashmasam 200 ming atrofida turadi. Dengiz. Полностью polini yuvib tushirildi, sideniyalar yuvildi, hamma yoq yuvildi. Kraskalaydigan joydan kraskalar bordi. Asli nima bilan zanglab ketgan bo'ladi. Patalo qo'lga kelgancha yuvilgan, просто уже qilib yotibdi. Harakat qildik, zavod pul qilib chiqarib berishga. Xizmatlar bo'lsa, bemalol aloqadamiz. Ishlarga omad, salomat bo'linglar, всем удачи. Mana lodochkalarni ham kraskalab oldim, boshqa ostatki kraskam bor edi. Просто jahannam bo'lib ketgan edi. Salomat bo'linglar.